Güzel yurtum korluğumu kep aldım. Acaba uzun bo'lib ketdi ya. Sizlar kundalik vlogimni ham bərləş qilmag'ili. Undaq bo'lsa, bu vlog sal uzun zerikmay ko'ringlar. Opera teatridagi barliq xizmatdoshlarim bilan shu oyning 5ida poyezdga o'tirib safarga atlangan. Biz mush qo'ygan Shioni har bir shahar ishki maydondan o'yin qo'yish vazifasini topshirib elib, birinchi bekat Xotanda tunji maydonda o'yin qo'ygan bo'ldik. Xotandagi o'yinlarimizni tugatib, Qashqarni o'tib ketib qolgan vaqtda Qanapam o'z qo'li bilan mehrlik etgan tamoqlarni elib, poyezdga chiqib ketgan xizmatdoshlarim bilan tang yeyish sharbiga mega bo'lgan bo'ldik. Ona degan nima degan ulug' yoshi cho'ng bo'lib qolganini qarmay, erinmay tamoq elib chiqibdi. Shunchalik bak xush bo'lib ketdim, beshim ko'kka yetgandek bo'ldi. Jinim opa, umringiz uzun bo'lsin, biz uchun bo'lsin, shunchalik yaxshi turing. Shunda qilib har bir shaharlar to'xtab Xotanda 5 kun, mana Aqsuda 5 kun degandek har bir shaharda to'xtab turib o'yin qo'yib shunchalik ko'ngillik meng'atimiz. Shuning bilan ikkinchi bekat Aqsuga keldik. Aqsuda yana ishki maydon o'yinlarimiz bor. Aqsudami go'zal singlim Fatima bilan ko'rishib, opalar bilan ko'rishib, u yerda shunchalik ko'ngilli qizlar bo'lib, u yerga o'yinlarimizni tugatib, mana bugun go'zal ko'rlar yurtimga kelib olgan bo'ldim. Bu safarlarimiz shunchalik ko'ngilli o'tdi-da, har bir shaharda 5 kundan ishki maydon o'yin qo'ygan bo'lsak-mu, shunchalik noyat ahamiyatli qisqa vaqt ichida nurg'un go'zal ishlarni qilib olgan bo'ldik. Shuning bilan go'zal yurtimga kelgan kuni tushga adam idorat xizmatdoshlarimni tamoqqa o'rlashtiribga, yurkim ajoyib to'q qishig'mag'dimda, kirsam go'zal hadilarim jozlardan gul chiqarib ketibdi, tuzib, men nima degan baxtlik, shunchalik xursand bo'lib ketdim. Bu faqat bir qatim yashaydigan bu hayotimda sening singling qon qerindishing bo'lib to'ralganim mening ta'lim deb o'ylab ketdim, shunchalik xush bo'ldim. Ajoyib ko'ngilli qizalandik. Do'stlarim, xizmatdoshlarimga mush xonim qizlar bayramini muboraklab Asmaraning yangidan bozorga selingan to'lgan kalpikni hadiya qilgan bo'ptiman. Shuni hadiya qilishni bilgandim. Nima uchun buni sovg'a qilganlar desanglar, mush oltin nomerlik lalsuruq ajoyib chiroyli chiqqanda har bir qatim sahnaga chiqqan vaqtlarimda mush oltin nomerni surdim. Shunchalik yaxshi ko'rdim. Har bir ayol kishining yanida bo'lishga tegishli bo'lganida, bu shundaq biz sahnadagi artistlarningki qachon kam bo'lsa, bo'lmaydigan bek go'zal chiqqananga bo'lganligi uchun shunga musharangni xizmatdoshlarimga sovg'a qilishni loyiq topdim. Ularni ko'rib shunchalik yaxshi ko'rdi. Shuning bilan kollektiv rasmlarga tushib, bu go'zal kunning hurmatiga rasmlarga tushib ulgurgan bo'ldik. Güzel hepsi matrap qaranglaymi? Kechda mushu ko'rildiki, urug'liqalarim bilan ko'rishgan bo'pman. Ularni ko'rib shunchalik hayajonlandim, shunchalik xush bo'ldim. Kichik vaqtlarimizni eslagan bo'ldik. Gaplarimiz shunchalik jiq tugmadi. Öz yurtimga kelib, tuqqanlarim bilan ko'rishib, qaytadan kuch-quvvatga to'lgandek bo'ldim. Amsa 12-yillar Korolning Yishu Jongsin klubida ko'rsaylik do'stlar, öz yurtida o'yin qo'yish qanday bo'ladigan ayrim sanda sizlarga ba'lash qildim. Xayr xo'sh. Ayo,